Man qaran qayrindishim. Ba'zida o'ltirib shu ichingizdagi cho'ng bir bo'shliqni his qilamisiz. Kunlaringiz qandaroq o'tyapti? Darsda, xizmatda siqilib yoki kechasi uyqungiz kelmay, mushu ekranni serish bilan kun kechiryapsiz shundaqmi? Barmoqingiz bilan ekranni to'xtovsiz yuqoriga serg'an siri. Ko'nglingizdagi shu bo'shliq texmi cho'ngayapti. Siz aslida o'zingizmi bilib yetmagan, ichingizdagi hech qanday narsa to'ldirilmayotgan, ashu g'oyasi zo'r ma'naviy bo'shliqqa bir malham izlayapsiz. Biz bugun insoniyat tarixidagi moddiy jihatdan eng taraqqiy qilgan, jismoniy jihatdan eng rahat yashayotgan, ammo psixika va ruhiy jihatdan og'ir tushkunlikka patgan, ruhiyatimiz eng och qolgan bir avlodmiz. Kiyim ishkoplarimiz kiyimga liq to'ldi, ammo o'zimizga yarashadigan bir kimligimiz yo'q. Telefonimizda assaq yuzlagan, minglagan do'stlarimiz bor, lekin yuragimiz siqilganda, ichimiz bearam bo'lganda o'ltirib ishlash bilan dardimizni to'kkadak bir do'stimiz yo'q. Biz o'zimizni bekli hur, erkin deb o'ylaymiz. Lekin o'zimizning markalarning, moda iqimning, boshqalarning bahasining, to'rda berilgan shu saxta yuraklarning, ijroqdagi dushmanimizning quliga aylanib qolganligimizni his qilolmayotganligimiz to'liq ichinishlik. Qarzga bo'g'ilib yurib hashamatli telefonlarni, kiyim kechaklarni olamiz. Nima uchun? Faqatla o'zimiz yoqtirmaydigan kishilarga no'j ko'rinish uchun. Kunduzi kishilarga zo'rg'a kulib yurgan bilan kechasi yolg'iz qolganda ichimizda bir yig'i bor. Hayotimizda o'zgarishni umid qilamiz, ammo zoda qanday qilishni, na'dan boshlashni bilmayotimiz. To'g'rimi? Undaq bo'lsa, biz siz uchun yana bir yangi safarga chiqmoqchi. Boshladik. Hurmatli izbosarlar kanalining barcha ixlosmand ko'ruvchilar, bizning darsimizni ko'rayotgan kishilarning 90%dan ko'proqi bizning YouTube kanalimizga a'zo bo'lmasdan turib bizning darslarimizni ko'rdi ekan. Shuning uchun bizni qo'llash va darslarimizning texnik ko'p kishilarga, texnik ko'p yoshlarga yetib berish uchun kanalimizga a'zo bo'lgandan keyin andan keyin darsga davom qilgaysizlar. Assalomu alaykum izbosar qayrindishim. Bugungi dunyoga bir qarab yiqing. Hamma odam oldirash holda bir narsalarning oqisidan yugurishayotdi. Har kishi birlarini taqlid qiladi, do'raydi. Qo'lidagi shu ekranlardan bosh ko'taranmasdan yasalma ko'rinishlarni, faqatli sirtqi qepi bor, ammo moyiti ichi bo'sh, saxta qahramonlarni, kino cho'lponlarni o'ziga ulgi qilyotdi, o'rnak kelyotdi. Biz shundaq bir zamonda yashayapmizki, yolg'onchilik bilan haqiqat, yuzakilik bilan moyat butunlay orlashib ketdi. Men sizdan bir narsani so'ray. Tasavvur qiling. Qorong'uda qilib yo'l topolmay qoldingiz. Kompasingiz yo'q, xaritami yo'q, atrofni farq qilib bo'lmadi. Bundaq chog'da bizning ajdodlarimiz yo'lni qanday topatdi? Ular osmon qaraydi, shundaqmi? Yulduzlar qaraydi. Payg'ambar alayhisalom mana shu vaqtda shundaq bir haqiqatni bizlarga qoldirib ketgan. Mening sahobalarim xuddi shu osmondagi yulduzlarga o'xshaydi. Qaysisiga ergashsanglar, to'g'ri yo'lni topa olasizlar. Mana shundaq yulduzlar faqat osmonni yoritish uchun emas, balki bizga yo'lnish ko'rsatish uchun yaratilgan. Lekin yulduzga qarab yo'l tepish uchun avval shu yulduzni tonish kerak. Qaysi yulduzning qaysi tarafni ko'rsatadiganligini bilmagan odam hargizmi osmon qarab o'zining yo'lini topolmaydi. Qanchalik kuzatmasimi buning hech bir foydasi bo'lmaydi. Sahobalarning har biri xuddi bir yulduzga o'xshaydi. Ularning hammasi bizni to'g'ri yo'lga, hidoyatga boshlaydi. Ammo har birining o'ziga xos nuri, o'ziga xos o'rni va bizga ko'rsatib beradigan xos bir yo'lnishi bor. Lekin biz bugun tarixni, sahobalarning hayotlarini o'rgangan vaqtimizda nihoyat bir cho'ng xatolikni sodir qilyapmiz. Biz sahobalarni faqatla qilich ko'tarib jang qilgan yoki kofirlar bilan munozara qilgan kishilar deb sifatlashga ko'nib qoldik yoki odatlanib qoldik. Bizning barliq nutqlarimiz, maqollarimiz, kitoblarimiz ko'pincha mushriklar, yahudilar va xristianlar bilan bo'lgan kurashlar haqida bo'ladi. Albatta bular haqiqatan muhim, ammo biz muhim bir nuqtani nazardan saqit qilyapmiz. Hozirgi davrda bizning oldimizga eng muhim vazifa kofirlarga xitob qilish emas, balki avval o'zimizga, ya'ni musulmonlarga xitob qilish. Islom yetmagan kishilarga islomni yetkazish, ularni musulmonlikqa, islomga da'vat qilish albatta bizning majburiyatimiz. Ammo islomga kirgan, men musulmon da'vat qilganlarni tarbiyalash, yetishtirish, ularni Qur'on nuri bilan qurib chiqish, qurashtirish eng zarur va eng dastlabki vazifamiz. Bir odam islomga kirgandan keyin ish tugab ketmaydi. Aksicha haqiqiy mas'uliyat, haqiqiy ish dal ana shu vaqtda boshlanadi. Biz dal mana shu nuqtani chiqish qilib turib, sizlarga Mus'ab radhiyallohu anhu ning hayoti haqida bir darslik tayyorlab chiqdik. Mus'ab radhiyallohu anhu jang maydonida qilich ko'tarib qon ketishdan bakrak, qalb maydonida Qur'on bilan fatih qilishni biladigan.
insonning ruhiga xitob qiladigan bir ustozdi. U hech qanday qurol ishlatmay qilichsiz holatda yot bir shaharga berib, u yerdagi kishilarni Qur'on bilan tarbiyalab, faqat 1 yil ichida davlat qurishga asos solgan tarixdagi tunji diplomat, tunji psixolog va tunji muallimdi. O'ylab beqing, bugun biz nima uchun qayg'uramiz? Nima uchun ko'z yish qilamiz? Nima uchun beorom bo'lamiz? Oliy maktab kiramaganligimiz uchun, ko'nglimizga xizmat topolmaganligimiz uchun, arzu qilgan yangi tipdagi telefonni yoki yaxshi ko'rgan mashinamizni ololmaganligimiz uchun siqilamiz, beorom bo'lamiz, shundaqmi? Biz yo'qsullik ichida, kambag'allik ichida, yo'qlik ichida qiynalyapmiz, azoblanyapmiz deb datto'kimiz beorom bo'lamiz. Ammo Mus'abchi. Mus'ab qaysi bir cho'lda oshqagan peqir kambag'al emasdi. U Makkaning eng boy, eng kelishgan, eng e'tiborli boyvachchisi. U mangan ko'chalarda atirning hidi necha kungacha yo'qolmaydi. U eng qimmatbaho ipaklardan kiyimlarni tikib kiyatdi. Makka qizlari uningga zardi. Bugungi yoshlar bir umr jafo tortib ter to'kib yetanmaydigan, ko'zdan yosh eqib orzu qiladigan boylikning, shuhratning, hashamatning hammasi uning olqinidi. Bir odam nima uchun mana shunday shahona hayotni, parlaq kelgusini bir chetga qo'yib qo'ya oladi? Nima uchun u barliq imtiyozlardan voz kechib, g'ayriblikni, ochlikni va mushaqqatni tanlaydi? Uningga qandoq bir haqiqat ayon bo'lganki, butun dunyoning boyligi, Makkaning shuhrati uning ko'ziga chivinning bir qanchalikmi ko'rinmay qoladi. U islomdan nimani topdiki, bu din uchun jinini qurbon qilish bilan birga hatto jasdini yapqida kepanmi yo'q holatda ketishga rozi bo'ladi. Mening izbosar qayrindishim. Agar biz bu savollarning javobini topa olsak, agar biz qalbimizga Hazrat Mus'ab bo'lishning nima ekanligini singdira olsak, men shuning ishonimanki, bugun sizni qiynayotgan, ichingizni beorom qilayotgan, yangi telefon ololmadim, yosh xizmat topolmadim, boshqalardan qilib qoldim, hayotimning ma'nosi yo'q deganga o'xshagan kelgusiga bo'lgan andishalaringiz, qayg'ularingiz xuddi kuchli quyoshning oldidagi qordek erib yo'q bo'lishga mahkum bo'ladi. Ko'zingizdagi u nursizlik ketib, o'rniga tog'larni talqon qilgudek bir iroda, haqiqiy qurbon berish ruhi yerlashidi. Siz o'zingizning bu dunyoga zodi nima uchun kelganligingizni va bir millatning taqdiri sizning uyg'onishingizga qanchalik zich bog'liq ekanligini cho'nqur his qilasiz. Shunga men siz bilan 19 qismlik bir uyg'onish safariga birga chiqmoqchiman. Bu mundaqli bir hikoya emas. Bu ruhingizdagi zanjirlarni pochoqlash harakati. Agar siz bu davrning zamonaviy qulluqidan ozod bo'lib, ruhingizni erkinlikka chiqarmoqchi bo'lsangiz, bu safarda cho'qim biz bilan birga bo'ling. Biz keyingi qismda mashinamizni 1400 yil orqaga yondirib, Udul Makkaga boramiz. Biz Mus'abni ko'rishdan burun u yashagan jamiyatning naqadar qorong'u, naqadar vahshiy ekanligini ko'rib yetishimiz kerak. Chunki qorong'ulikning nima ekanligini his qilmagan odam uning qadriga hargizmi yetolmaydi. Ruhingizni tayyorlang, keyingi qismda 14 asr avvalgi Makka ko'chalarida ko'rishaylik. Allohga omonat.